Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Janotul xayr, yangi darsimizga xursandman. Bugun kitob bo'yicha 6-dars o'tamiz. Ad-dars as-sadis, 6-dars. Va dialogni o'qib tarjima qilishdan boshlaymiz. Bashir, bu ism Bashir degan mudarris o'qituvchi Ahmad. Bitta qatordan yoki bitta gapdan o'qib tarjima qilamiz. Axuna Turg'unboy. السلام عليكم أستاذ Alaykum assalom va rahmatulloh. بشير. يا فضيلة الشيخ، نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك، ولكننا لا نجده في المكتبة. يا فضيلة الشيخ، bu lug'atni sotib olishni xohlagan edik, lekin kutubxonalardan topolmadik. المدرس تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. U masjidning oldidagi kutubxonada bor. Tajiduna fiha labi Topasizlar. topasizlar. Tajidu topasizlar. Tajiduna fiha معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من جميع أنحاء العالم. تجدون مكتبتي كبيرة katta kutubxonadan, masjidning oldida katta kutubxonadan topasizlar. U yerdan arabcha va ajnabiy tillardagi lug'atlar va masohifa min biladil mushaf degan masohif mushaflar turli xil mamlakatlarning mushaflarini va mamlakatlardan mushaflarni va suhufan min jamil anha'il alam va butun olamdan kelgan suhufan gazetalarni ham topasizlar. Tamam. Shukran. Mana shu nega annashtariya bo'pti. Kim ayta oladi? Annashtariya. Annashtariya. Yuriduna. Xohladik sotib olmoqni. Annashtariya. Annashtariya bu yerda nasb bo'lgan fe'l, ya'ni anna hisobiga bitta nashtari fe'li nasbga qo'yilyapti. Annashtariya sotib olishni xohlayapmiz yoki sotib olmoqchimiz. Tamam. Harfda endi shu mana nasb bo'lishga sabab bo'ladigan harfda endi. Shunaqa. Rahmat. Tamam. Axuna Jasurbek. Assalomu alaykum. Yadkhulu Ahmad. Ahmad kirdimi? Kiryapti. Ahmadu. Ya fadilata shaykh, ana la ajidu
mahfazati. Hurmatli shayx, men hamyonimni topa olmayapman. Al-mudarris. Afiha nuqudun kathiratun. Unda محفظة لازم محفظة kathiratun. Unda ko'p pul bormi? Bormidi? Ahmad. Na'am. Fiha thalathatu riyalat. Ha, unda 3 riyal bor edi. Al-mudarris. Ayna wada'taha. Uni qayerga qo'ygan eding? تمام. ودع فعل shu qo'ymoq. Qo'ymoq. Qani 3 qancha riyol dedingiz? Necha riyol dedingiz? 3 riyal. 3 emas, qani aytdi. 300 300. Ha, 300. Ha. Onasini o'qimabman-a. Tashlab o'tib ketibman. 300. Ha. 300 riyal. Ha, to'g'ri. طيب. ودع فعل ودع qo'ymoq. يضع ودع qo'yishlik, qo'ymoq. Misol uchun wada'tul qalama 'ala al-maktab. Qalamni yoki ruchkani stolni ustiga qo'ydim. Tamam, keyin gapni o'qing. Wada'tuha 'ala al-maktab huna va kharajtu li ashrab al-ma. وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. Uni stolni ustiga qo'yib, suv chiqqan edim. Tamam. Hashda ashraba li ashraba fe'liga e'tibor beramiz. Bu yerda lam kelyapti, keyin ashraba va lam bilan ashrabani o'rtasida an bor. Boytepada o'tgan animiz. An. Aynan shu an ashrabu fe'lini nasbga qo'yib ashraba qilyapti. Li an ashraba suv ichishim uchun chiqdim. Nimani? Al-ma suvni. Li ashraba al-ma'a suv ichishim uchun chiqdim. Kharajtu. Tamam, doim agarda mana shu lam harfini ko'radigan bo'lsak, muzori fe'lidan oldin bilishimiz kerakki, o'rtasida, ya'ni orasida an al-mudmara, ya'ni yashirin an bor. Tamam. Uni ustoz o'qimaymiz-a? Anda. Yo'q, o'qilmaydi. Li ashraba o'qilmaydi u. Lekin o'sha yerda bor u. Chunki faqatgina an muzori fe'lini nasbga qo'ya oladi. Lam harfi nasbga qo'ya olmaydi. Chunki lam harfi bu harfu jar. Yani jar qiladigan harf. Fe'liga kirmaydi bu harf. To'g'ri. Davom etamiz. Xuna Abdulloh keyingi gap. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Lima wada'taha 'ala al-maktabi. Lima ya'ni limadha bilan bir xil. Lima ya'ni limadha. Nimaga partani ustiga qo'yding? Hada xato'un kabirun. Bu katta faqat ayn bo'lib ketmasin. Xato bu xato o'zbekchasiga, ya'ni o'zbek tiliga kirgan so'z. Xato'un ko'pligi axto'un. Axto'un. Hada xato'un kabir. Bu katta nima? Xato. Bu katta xato.
يجب أن تضعها في Jaybek. في جيبك. Jayb ko'pligi juyub. Jaybun juyub. Cho'ntak. Yajib nima degani? Wajaba yajibu vujub. Bu fe'l ma'nosi kerak. Vujub vojib. Kerak degan ma'noni bildiradi. Kerak bo'lmoq yoki vojib bo'lmoq ma'nosini ham beradi. Vojib bo'lmoq. Misol uchun nima deymiz? Vajibun manzili deymiz, to'g'rimi? Vajibun manzili. Ya'ni uy vojibi, ya'ni uyda bajarish kerak bo'lgan narsa, ish, vazifa. Vojib bo'lmoq, kerak bo'lmoq ma'nosini ham beradi. يجب أن تضعها في جيبك. Uni cho'ntakka qo'yishing kerak edi. أوجد أحد محفظته يا إخوان. Wajada. Savol bu. Wajada. Uni cho'ntakda ahadun birinchi Kimdir. Yo'q, kimdir ma'nosida. Kimdir cho'ntagiga soldimi? Yo'q. Ya ikhwan nima degani? Ya ikhwanu. Ey birodarlar. Awajada ahadun mahfazatahu yoki mihfazatahu. Cho'ntak emas. Jayb juyub cho'ntak. Mihfaza bo'lsa u karmo, ya'ni kashluk deymiz-ku, o'sha. Hamyon. Naam, hamyon. Shukran. Uni hamyonini kimdir topdimi? Ey birodarlar yoki ey aka-ukalar, do'stlar ma'nosida ham keladi. To'yib. أخونا بلال الدين لا. السلام عليكم. عليكم السلام. لا لم تجدا نجدها يا شيخ. شيخ ota. Yo'q, ota emas, otaxon yoki sheyx ma'nosida, ya'ni hurmat ma'nosida ham kelishi mumkin. Ey otaxonni o'tdi. Tamam. Lam najidha. Lam qilim nima edi? Tarkib edi. Shunaqa. Lam emas. Ma'nosida. Wajada yajidu vujdan topmoq. Lam najid. La. Siz topmadingizmi dotmi? Biz topmadik. Lam najidha biz uni topmadik, ya'ni mahfaza hamyonni. Endi mana bu yerda nega sukun turibdi? Kim ayta oladi? Lam najidha kim biladi? Oldin o'tgan ekan. Lam oldindan kelganiga. Lamni hisobiga, tamam. Lam nima qilardi? Jazm, tamam, jazm to'g'ri. Jazm faqat qaysi so'zlarda bo'lardi? Inkor qilishdi. Yo'q, inkorda emas. Lam nasbda. Ya'ni qaysi so'zlarda? Fe'lladami, harflardami, so'zlardami? Jazm kelishiga qayerda bo'ladi faqat? Fe'lda. Faqatgina fe'lda bo'ladi.
fe'l bo'lganda ham qaysi fe'lda? Faqatgina o'tgan zamon fe'lidami, hozirgi zamon fe'lidami, buyruq fe'lidami? Muzoriyda. O'tgan zamonda shekilli. Yo'q, o'tgan zamonga jazm kirmaydi. Muzoriyda bo'ladi. Faqatgina muzoriyda, ya'ni hozirgi zamon fe'lidagina jazm bo'ladi. Tamam. Davom etamiz. Ha hiya. Ha hiya zi. E'tibor beramiz. Mana bu yerda agarda hiyani olib tashlasak, ha zi bo'ladi. Ya'ni ko'rsatayotgan, ishora qilayotgan bo'ladi. Hadihi bilan hadi bir xil. Ya'ni hadihi bor bilamiz, to'g'rimi? Hadihi. Va shuningdek hadi ham bor. Hadi ma'nosi bir xil keladi. Bu ya'ni ko'rsatyapti. Hadi. Va bu yerda ishlatayotgani bu o'rtasiga hiyani qo'yapti. Ya'ni bu aniqlashtirish uchun. Ha hiya zi. Mana aynan o'sha ma'nosini beradi. Hiya bitta aynan ma'nosini beradi. Endi agarda huwa bo'lsa, ha huwa za bo'ladi. Ya'ni ha hiya zi bo'lsa, mana aynan u deb muannas narsaga aytiladi. Endi agarda u muzakkar bo'ladigan bo'lsa-chi? Muzakkar bo'ladigan bo'lsa, ha huwa za. Ha huwa za. Mana aynan o'sha. Tamam. Ha hiya zi ya ustaz. Nega endi bu yerda muannas bo'lyapti? Sabab mahfaza so'zi muannas. Mahfaza muannas bo'lgani uchun ha hiya zi dot. Agarda mahfazani o'rniga qalam bo'lganda ha huwa za bo'lardi. Tamam. Ha hiya zi ya ustaz. Nima degani? Ma'nosi endi buni kim ayta oladi? Ha hiya zi ya ustazu. Mana u. Tamam. To'g'ri. Nega mana bu yerda ustazuda nun yo'q? Ya'ni tanvin yo'q. Ustazun ya ustazun bo'lmayapti. Nega? Kim biladi? Muayyan shaxsga aytyapti-da ustoz. Ya ustazu deb oldidagi ustozga aytyapti. Tamam. Misol uchun oldimdagi muayyan insonga qarab turib, anta ustazun deb ayta olaman. Bu to'g'ri bo'ladi. Anta ustazun, anta sadiqun, anta qawiyyun deb ayta olaman. Boshqa narsa bu yerda. Doim yo'q, ha hiya bunga tegishli emas. Ha hiya mihfazatunga tegishli. Doim savol berilganda so'zni oldiga qarashimiz kerak. Zimas ustoz. Zimas. Ziyam hiyaga tegishli. Bu yerda ya. Nido qilyapti ustoz o'shanga. Ya. O'shanga. Ya nidosi, nido qo'shimchasi noaniq bo'lgan so'zlarni yoki ismlarni aniqlashtirib beradi. Misol uchun ya ustazu deyapti, qanaqadir muayyan bir ustozni chaqiryapti. Hamma biladi qaysi ustozni chaqirayotganini. Shu sababdan ya ustazu bo'ladi. Ya Muhammadu. طيب إنها تحت كرسيه. كرسي لماذا؟ stulni ستول. إنها تحت كرسيه. البته albatta u ya'ni o'sha mahfaza hamyon stulini kimni stulini tegida, o'sha yo'qotgan insonni stulini tegida. Karasi ko'pligi.
kursiyun karasi. Tamam. Stul, kursi. Tamam. Khudha va da'ha fi jaybik. Xo'p. Bu yerda amr fe'llari kelyapti. Amr fe'llarini o'tadik, to'g'rimi? Amr fe'lini yasash uchun nimadan foydalanardik? Kim eslata oladi? Hozirgi zamon fe'lidanmi? Hozirgi Mudoriyatni zamon. Hozirgi zamondan yasaladi. Ha. harfi mudori olib tashlanadi. Tamam. O'rniga alif qo'yiladi, to'g'rimi? Aliful vasl qo'yiladi. Hmm. Aliful vasllar harakatini qayerdan olamiz? 3-harfni harakatidan. 3mi? 3 emas. 1 2 3. Ikkinchi To'g'ri. To'g'ri. Ya'ni ikkinchi asli harf, Ha. umumiy 3-harf, to'g'ri. 3-harf. Alif bilan boshlanganda. Ha, to'g'ri. Hmm. To'yib. Demak, ya'khuduniki nima bo'ladi? Olmoq. Ya'khudu. Asli harf bu yerda mu'tal, ya'ni kasallangan harf bo'lgani uchun u turib qoldiriladi va to'g'ri xo harfiga o'tib ketiladi. Bu yerda xo harfining harakati domma qoladi va sukun. Xuz, olmoq, ol. Wada'aniki yada'u. To'g'rimi? Yada'u. Ya'ni ya harfi ham shunaqa. Ya'ni illatli harf. Don o'zi qoladi. O'zini harakat ustida qoladi. Fatha va sukun. Da' qo'y. Endi tarjima qilamiz. Xudha, uni ol. Ya'ni o'sha hamyonni ol. Va da'ha, uni qo'y. Qatga. Fi jaybik. Cho'ntagingga qo'y. Tamam. Qif ya wulayd. Ya wulayd. Walad so'zi bor. Nima degan edi? Waladun. Boladun bolami? Bola. Va shunaqa vazn bor. Unga qo'ysak so'zni, u kichraytirib beradi. Misol uchun bola emas, bolacha. Kuchuk emas, kuchukcha. Yoki erkak emas, erkakcha. Ya'ni kichraytirib beradi. Bu fuayl vazni. Fuayl. Fuaylun. Valadni shunga qo'ysak, ya'ni o'zay harflari mana 1 2 3. Va shunga 1 2 3 qo'yamiz. Shunda Wulayd bo'ladi. Wulaydun. Harakatlarni ko'chirib olamiz. Wulaydun bolacha. Misol uchun kelb. To'g'rimi? Kelbun. Shu vaznga qo'yadigan bo'lsak, mana 1-chi, 2-chi, 3-chi harflar nima bo'ladi? Kulay. Kulay bu. Kulayb bo'ladi va shunaqa ism ham bor. Kulay. Insonning ismi bor shunaqa. Kulaybun. Bu kamsitish ma'nosida emas. Kuchukcha. Kamsitish ma'nosida emas. Ya'ni itli, kuchukli insonga juda ham vafodor bo'ladi. Shu vafodorligi sabab qo'yilgan bo'ladi bu ism. Ya'ni shu aynan vafo jihatidan qo'yilgan bo'ladi bu ism insonga. Chunki bunday olib qarasa, bu haqoratga tuyulishi mumkin. Xo'p, endi misol uchun abd so'zi. Abdun qul degani, to'g'rimi?
1, 2, 3. Fuailga qo'ysak nima bo'ladi? Ubaydumi? Ubaydun bo'ladi. Ubaydun. Va shunaqa ism bor. Ubayd degan. Qulcha. Ya'ni Ubaydulloh degan ism bor, to'g'rimi? Abdulloh, Ubaydulloh. Uchun ibn so'zi bor. Ibn. Buni so'zini qo'ysa nima bo'ladi? Ubayinu. To'yib. Ibn nima bo'ldi? Ubaynumi? Ubaynu. Xo'p, ibn so'zida birinchi alif tushib qoladi, sababi bu illatli harf va bunayyun bo'ladi. Bunayyun. O'g'ilcha. Ko'pincha shu bunayyun so'zi ishlatiladi ibnga qaraganda. Misol uchun ota o'g'liga qarab gapirayotganda uni erkalab bunayyi ya bunayya deb gapiradi. To'yib. Xo'p, qif ya Wulayd deyapti. Qif nima degani? Tashla deganimi usta? Yo'q. Waqafa fe'lidan kelgan. Waqafa yaqifu wuquf turmoq, o'rnidan turmoq. Qif o'rningdan tur. Ya Wulayd, ey bolakay. Ey bolakay yoki ey bolacha. Qif tur. Ayna turidu an tadhhab? Ayna turidu an tadhhaba? Ayna turidu an tadhhaba? Sen qayerga ketmoqchisan? Qayerga bormoqchisan? Tamam. To'yib. Keyingi jumlani ya fadilati shayx Xona Turg'unboy. يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. تسمح سمح يسمح سماح. Kim eslataveradi ma'nosini? سمح يسمح سماح. Ruxsat bermoq. Ruxsat bering. Fazilatli ustoz, ruxsat bering. Ruxsat berishingizni xohlayman. Ruxsat berishingizni xohlayman. Otam bugun Madina Munawvaradan qaytyaptilar. Kelyaptilar.
Xo'p, nimaga ruxsat berish kerak? Bizzahab. بالذهب لأن Zahaba yazhabu borish zihabun. Ketishga ruxsat bering demoqchi. Menga ketishimga ruxsat bering. طيب متى يصل هنا؟ متى يصل هنا؟ وصل فعل وصل يصل وصول yetib bormoq, yetib kelmoq ma'nosini beradi. Mata yasilu huna bu yerga qachon yetib keladi? Tamam. Keyingisi Axuna Jasurbek. تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة. Mhm. Samolyot Jiddadan soat 1da yetib keladi. Mhm. Shuni e'tibor berib qaraymiz. Fi sa'ati al-wahidati demasdan o'rniga as-sa'ata al-wahidata deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni nasb bilan bildirsak, shu nasb, ya'ni o'rin paytni bildiradi. Zarf qilib bersak, as-sa'ata al-wahidata bo'ladi. Misol uchun, عندي الدرس الساعة الخامسة. Soat 5da darsim bor. Misol uchun. Tayyib. Davom etamiz. متى وصل أبوك إلى جدة. Otang Jiddaga qachon yetib borgan edi? Yetib bordi. Bordi. Al-bariha kechasi degani. Kechasi. وصل البارحة. Shu kecha yetib borgan. Kecha yetib bordi. Tamam. Keyingisi Axuna Abdullah. Tafadhal. اذهب بسرعة Sur'a. باقيا Sur'atun tezlik. Bi sur'atin tezlik bilan. Sur'atun o'zbek tilida ham bor hatto bu so'z. Katta sur'at bilan o'smoqda deydi. Sur'at o'shan tezlik. tezlik bilan ket. Ket yoki bor. bor. بقي نصف ساعة أو أقل. Yarim soat qoldi. Yoki kamroq. Yoki Au aqallu. Kamroq. Qalil so'zini bilamiz, to'g'rimi? Qalil so'zini af'alu vazniga qo'yganda, af'alu nima edi? Eng yoki nimadirroq. Misol uchun akbar eng katta yoki kattaroq. Af'aluga qo'ysak aqallu bo'ladi. Aqallu. Bitta ikkita lam bo'lgani uchun bitta lam qo'yiladi va tashdid bo'ladi. Aqallu. Yarim soat yoki undan ham kamroq qoldi. Isma. Nima degan? Isma. Sami'a yasma'u sama'un isma. Eshit. Eshit. اسمع اشت أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. Otang bilan uyingga qayt. Yo'q. Otang bilan kelishimni xohlayman. Qatga? Ila bayti. Uyimga borishingni xohlayman. Tamam. Keyingisi Xuna Biloluddin. إن شاء الله سأتيك به غدا بعد صلاة العصر. غدا ertaga. G'adan. Ertaga asr namozidan keyin Sa'atika oldingizga boraman. Sa'atika.
inshaalloh asrdan keyin Asr namozidan keyin. Tamam. Mana e'tibor beramiz o'sha fe'llar, ya'ni boshida birinchi harfi illatli bo'lgan fe'llar. Vajada, wasala, wazana, wa'ada, wada'a, wahaba, wajaba, waqafa. Bu fe'llarning boshi, ya'ni birinchi harfi illatli harf. Tamam? Illatli harf. Vajada yajidu vujdan topmoq. Wasala yasilu vusul yetib bormoq, yetib kelmoq. Wazana yazinu waznun vaznga ega bo'lmoq. Tamam. Wa'ada ya'idu wa'dun va'da bermoq. Wada'a yada'u wada'un buni endi o'tdik. Wa'ada ya'idu wa'dun va'da bermoq. Misol uchun ana a'iduka anni sa'adrusu jayyidan. Senga va'da beraman yaxshi o'qishim haqida. Yoki va'da beramanki yaxshi o'qiyman. Yoki a'iduka anni lan ata'akhkhara abadan. Va'da beramanki hech qachon kechga qolmayman. Ta'akhkhara yata'akhkharu kechga qolmoq. Wahaba yahibu wuhub yoki hop buni mastarini eslolmayapman. Wahab endi adashmasam hozir ko'ramiz. Wahabun ekan, to'g'ri. Ya'ni bu bermoq, evazsiz bermoq. Ya'ni evaziga hech narsa so'ramasdan, olmasdan shundoq bermoq. Wahaba yahibu afwan yahabu wahbun wahaba yahabu wahbun. Wahb degan ism ham bor shunaqa. Wahb. Bermoq. Vajabani bugun o'tdik, vaqafani oldin o'tdik. To'g'ri. Va bu vazifa sifatida bo'ladi. Bu yerda biz yajibu fe'lini to'g'ri ishlatishimiz kerak. Misol uchun mana misol yajib taktub al-wajibat bintizam. Yajibu alayka an taktub al-wajibat bintizam. Tamam. Va bu topshiriqqa tarjima qilish kerak bo'ladi. E'tibor beramiz, bu yerda masdar ishlatilgan. Masdar nima edi? Kim eslata oladi? Fe'lni so'zni وعد وعد
وجب يجب وضع يدع ودع وجدان Demoqchi bo'lgan ish boruvchi harakat nomi borish mana bu yerda va'da ya'du va'dun va'da ya'ni fe'ldan kelib chiqqan bo'lgan ism. Va bu yerda shu narsadan foydalanilyapti. Uridu zahaba ilal bayt. Az-zahab nima edi? Az-zahab bu borish yoki ketish ma'nosini beradi. Uyga borishni xohlayman. she'rda hozir nasib bor ustoz. Uridu Nasb, an chunki mana uridu bo'ladi. agarda zahab olib tashlasak, o'rniga fe'l qo'yadigan bo'lsak, unda uridu an azhaba ilal bayt bo'ladi. Lekin an azhabani olib tashlaganda nasb masdarni qo'ygan o'rniga uridu zahaba ilal bayti, uyga borishlikni yoki borishni xohlayman bo'ladi. Tamam? Va qolganlarini tarjima qilish kerak bo'ladi. To'yib, Tushunarli ustoz, rahmat. tamam. Ustoz, bitta savol bor edi. Ma'lum. Bering savol. Fe'llarda al qo'shimcha artikl oladimi fe'l ham keyin? Fe'l olmaydi. Fe'l Fe'l olmaydi. olmaydi. Yo'q. Ha, fe'l olmaydi. Faqatgina ismlar oladi. ha, ha. Ism deganda ism so'z turkumini aytyapman. Ya'ni Abdulloh, Muhammad degan ismlarni nazarda tutmayman. Ot, ya'ni o'zbekchasiga ot, arabchasiga ism. Faqatgina shular al oladi. Hozir mana bu joyda uridu zahaba bo'lyapti-yu. Zahab fe'l emas. Fe'ldan kelib chiqqan ism. Ot. Ha, 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 ha. Ha, mana uchalasiga aytganingizni endi tushundim. Ha, ha. Mana To'g'ri. bu yerda Ha. bu zanjir, mana o'ng tarafga qaraymiz. Bu zanjir. Xo'p, endi o'ng tarafga qaraymiz. Mana vahaba bu o'tgan zamon fe'li. Yahabu hozirgi zamon fe'li. Xuddi o'sha fe'l hozirgi zamonda. Endi wahbun bo'lsa, bu masdar. Masdar ya'ni shu fe'ldan kelib chiqqan ot, ism. Wahbun ya'ni o'sha evazsiz sovg'a, evazsiz nimadir? Hadiya. Endi mana va'ada va'da berdi. Ya'idu va'da beryapti. Va'dun va'da. Tamam, mana vasala yetib bordi. Yasilu yetib boryapti. Vusulun yetib borish. Endi tushundim ustoz, rahmat. Tamam. Mana yana bitta misol. Vojib bo'ldi. Yajibu vojib bo'layapti. Vujub vojib. Ya'ni bajarish kerak bo'lgan narsa, vazifa, ish. Hakaza. Bu o'sha fe'l zanjiri deyiladi. Xuddi shu ko'rinishda yodlanadi. Bunga yana amr fe'lini ham qo'shishadi. Misol uchun vajaba, yajibu, jib yoki misol uchun vasala, yasilu, vusulun, sil qilib qo'shishadi. U shart emas. Chunki muzoridan chiqarib olsa bo'ladi amrni. Lekin vusul misol uchun masdarni yodlash kerak faqat. Masdarni faqatgina yodlab eslab qola olamiz. Tamam. Savollar bormi? Savollar bo'lmasa, inshaalloh keyingi dars ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom.
Alloh yaxshi tomoni ustoz, rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.